Qadrli do'stlar, sizlar bilan Blogfreaks kanali. Bu oldin ham mana do'stim qo'shildi. Oldin bu kanalda boshqa video olardim, ya'ni anime haqida, boshqa narsa haqida trend. Xullas, bu kanalda endi faqat Blogfreaks va anime, ya'ni Jujutsu Kaisen joygarlar jangi anime haqida oladi. Bugun 31-dekabr, yangi yil arafasi video olyapman. Ovozlarga e'tibor bermaymiz va ko'chada bolalar juda ko'p. O'zim chiqib ko'rdim, arafasida soat 12:00 11:30 bo'ldi. Yangi video, mana do'stim u ham yangi kanal ochgan, Qirol 918. Mana Jujutsu Kaisen'da eng yaxshi ko'rgan qahramon, eng yaxshi ko'rgan anime olamda Gojo Satoru. Gojo Satoru haqida qisqacha ma'lumot. Gojo Satoru 6 ko'zga ega bo'lib tug'iladi. To'g'ri, o'zining 6 ko'zi yo'q, lekin texnikalari 6 ko'zga ega. Kuchlari, cheksizlik maydoni, teskari oqim juda kuchli va yana bitta eng yaxshi ko'rgan animem bor, ya'ni One Punch Man, bir zarbli odam. Unda eng yaxshi ko'rgan qahramonim Saitama. Xullas, Saitama haqida qisqacha ma'lumot. Saitama oldin juda kuchsiz, anaqa masxaralangan odam bo'ladi, keyin u juda mashq qilishga tobe bo'lib qolib, hatto mushaklari chiqmaydi, lekin sachi to'kilib ketganda hamma maxluqlarni bir zarbada o'ldiradi. Anime ko'rishingiz mumkin. Telegramda keyingi videoda silkasini qoldiraman. Animelar tashab turaman, o'zingizlar ko'rib olasizlar. Hozircha Blogfreaks haqida video olamiz. Tayyor bo'lgan bo'lsanglar ketdik. Hozir bu yer anaqa virtual qalay, aylanib xullas o'zingizlar tushunib olasizlar. Deganimman. Mana suvsiz shahar, Underwater City. Va kelishinglar mumkin. Hozir asha Blogfreaksdan nima qilish, qanday narsalarni olamiz, yangi boshlaganlar uchun o'zim video tushirib beraman. Akkaunt haqida va do'stim akkaunti haqida qisqacha ma'lumot. O'zim akkauntni ko'rishinglar mumkin. 405 level. Combatim Dark Step, Fruitim yangi Sound, Qurolim kanon, qilichim Pipe. Ko'rdinglar, akkauntimni ko'rdinglar. Endi birinchi boshlaydigan joyga boramiz. Do'stim ham orqamdan yuradi degan umiddaman. Biz boshqa joyda o'ynaymiz. Hozir kirsa o'zi nimadir yo'q. Do'stlar, hozir bu kichkina qayiq, kattaroq qayiq sotib olamiz. Mana kattaroq qayiq sotib oldik. Do'stim ham chiqadi hozir. Hozir chiqqandan birga boramiz. Sizlarga o'yinga kirishinglarda ko'rsatganimdek joining server degandan keyin pick a site deydi. Ya'ni narsa istaysiz, piratska deysiz boshqa orolga, vanessa deysiz boshqa orolga. Hozir internet ham juda yaxshi ishlamayapti. Hozir asharalarga borib ko'rsataman. Qanday qurol sotib olish, Blogfreaks qaytaroq va qachon sovg'a berish va shular haqida qisqacha ma'lumot. Iltimos do'stlar, aktiv bo'lib, obuna bo'lish va like bosishni unutmang. Boricha do'stlaringizga tarqating, foydali deb umid qilaman. Birinchi ovoz ana yana bolalar quloq chiqarsa, birinchi narsada Sea 1dagi bu yerda dengizlar bo'ladi, o'zining dengizlari bo'ladi. Sea 1da botlar, endi botlar yuradi. Birinchi dengiz, ikkinchi dengizga borish uchun 700 level bo'lib, dushmanlarni alohida yo'q qiladi. Sea 3ga borish uchun, dengiz 3ga borish uchun 1500 level kerak bo'ladi. Hozir piratni tanlaganingizda men paydo bo'ladigan orolni ko'rsataman. Men ko'rsatishni endi o'ylab o'tirmadim. Mana qo'yitda eng mashhur, ana birinchi dengizda eng mashhur orol jungla turibdi. Hozir borib u yerga sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. Do'stim orqamdan yur deb hozir yozib qo'yay. Hozir tushunasizlar degan umiddaman. Pirat starter, ya'ni pirat boshlovchi. Bu yerda ko'rishinglar mumkin, bu quest degan narsa, bu topshiriq. Qaranglar. Mana bandit 5 level, elif deb yozib ko'rganim bu qanaqadir candy, ya'ni qand beradi. Demak, hozir junglaga borganingizda ko'rsatdim. Do'stim chopib qo'ydi uni. Mana ularni o'ldirishinglar mumkin, kelishinglar bilanoq o'ldirsanglar o'zi eksib sizlarga pul beradi. Mana hozir ko'rsatib beraman. Hozir men Blogfreaks'ni o'ldiray. Mana yani $40 va 37x. Mana men yerda ko'rishinglar mumkin, 405 levelda oldida exp turibdi. Qancha expni to'ldirsanglar, bu yerda quest degan joy bor. Iltimos questlar boshqa anaqa orollarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Banditni tanlasangiz, mana level rekordi 0 levelda bo'lsangiz ham shu quest ola olasizlar. Bitta narsa eslatib qo'yaman.
quest olish uchun qaysi qanaqa dushmanni o'ldirayotganingiz necha level va o'sha levelingiz teng bo'lishi kerak yoki band bo'lishi. Past qilsangiz questga qo'ya olmaysiz. Quest yaxshi tarafi u XP ham dollarda ham mana 5 ta banditni o'ldiring deyapti. 5 ta banditni hozir o'ldirsak hozir 5 ta banditni o'ldirsak anaqa bizga ko'proq pul ashtaqa narsalar beradi. Ko'proq pul va hozir sizlarga ko'rsataman. Mana quest completed, ya'ni topshiriq bajarildi. $350 oldi, 300 XP olindi. Xullas press bu yerda fruit deganlar mana set home point haqida ham anaqa qilaman. Bu set home point qachonki accept bo'lsin, mana men accept bosmadim chunki mana agar accept bo'lsa bunday yurib boshqa orolga ketib qolsa shunday mana shu qo'yda bitta bo'lsa ashakka teleport qiladi. Lekin men teleport bo'lmayman. Mana Pirate kelishingizda yo'q Blockroot dealer, ya'ni Blockroot sotuvchi. Mana I see xullas continue bosganlardan keyin shu yerda Blockrootlar sotadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Eng kuchlisini ko'rsataman hozir. Men hozir mana sounddaman, permanentdan. Bu yerda fruit permanenti va oddisi bo'ladi. Oddisi fruitda oddisi, permanenti bu fruit kuchlisi, ya'ni kuchaytirilgan versiyasi. Ko'rishinglar mumkin eng kuchlilari. Mana hozir qayerdan boshlab eng kuchli mana gravitatsiyadan boshlab, gravitydan boshlab midxisal, ya'ni darajasi juda katta qolganlarga qaraganda mana shu yerda hammasi midxisal kuchli. Menga eng yoqadigan fruitda o'zim aytib ketaman, tiger, werewolf, tiger. O'zingizlar ko'rishinglar, olganinglar ko'rasizlar qanchalik kuchli yetayman. Eng kuchli fruit mana kontrol yaqinda yangilandi. Oldin bunaqa emasdi. Kontrol sezon keldi. Eng kuchli anaqa fruit, ya'ni meva bu dragon fruit. Permanenti mana rasmini ko'rsatdi. O'zi almashtirib, mana oddisi dragon, ya'ni qanaqadir sirli meva ham bor. Buni Blockrootdagi 10%, 15% odam biladi. Ya'ni men hozir uni rasmini ekranga qo'yib keta olasam, montaj jarayonida qo'yaman. Ya'ni ikkita faqat stokda bo'lgan, ya'ni bularni anaqasi adminlari 1-2 marta qo'yishgan. Masalan, o'yin adminlarining ikkitasining nomini esimdan chiqib qoldi, faqat ikkitasini bilaman. Lipindra va Uzot. Ko'rishinglar mumkin, sirli fruitlarni birinchisi Oni bu juda xavfli, kuchli deb o'ylayman u fruitni. Ya'ni u kuchli ham hech kimda deyarli 0% odamni faqat admin yuradi Oni fruit. Keyin yana bitta Celestial degan fruit bo'ladi. Uni ma'lumotini juda ham yo'q, deyarli yo'qda. Ma'lumotni ko'rsatmoqchi edim, ma'lumotini yo'q ekan. Akaslar, shu yerdan faqat Blockroot sotib olib yurmaysizlar. Blockrootga otadigan, ya'ni masalan PUBG'da keys otasiz va narsa tushsa, xuddi shunaqa narsa bor. Bu yerda sword dealer, bu yerda katana bilan kutlas bor. Bu yerda men $1000 ga masalan men olganman bularni. Birinchi kirganimda mana oldimizga eng kuchli fruitlar bilan kitsuni keldi, ketib qoldi. Mana ashalar ko'rsataman, katana bilan kutlar mashitosilar. Boshqa orollarda ham narsalar sotadi. Boshqa orolda ham narsa sotadi. Xullas mana katana. Bu katana mastering kuchaytirish, mana mastery bo'ladi. Uni boshqarish usuli. Qaranglar, agar mastering bir qilsanglar manaqa kuch beradi. Buni oddiy urish emas, ashnaqa tez urish. Bittasi air clash, ya'ni uchib urish degani. Mana ko'rdinglarmi? Bitta odamga sinab ko'rish, xullas katana. Yana bu yerda sotadiganlarni kutlas. Buni masteringni ko'p ochmaganman, xafa bo'lmaysizlar. Kutlas, buni ham $1000 ga olsanglar bo'ladi. Buni ham qobiliyatlari bir xil. O'zim PPMga o'tib olaman. Bu ko'rdinglar. Bu haqida, Blockroot haqida ko'p ma'lumot berdim. Endi orollarni ko'ramiz Blockrootdagi. Mana men o'zim rasmini ko'rsatib qo'yibdi. Qancha level olish mumkinligini. Mana Frozen Village ga 90 levelda oshganingizdan keyin qo'yishga qo'yib bora olasiz. Uni pirejullar biz paydo bo'lgan mana qaroqcha rasm. Desert, ya'ni desert hali anaqa xullas o'zinglar tushunmoqdinglar. 60 levelda oshasizlar. Mana bor pirat olorga boshqa 30 levelda oshish kerak. Bu yerlarda o'zinglar ko'rib olishinglar mumkin. Mana do'stim ham oldimda qildi. Xullas, men jungle 15 leveldan oshsanglar bora olasiz. Hozir biz junglega bormoqchi edik. Junglega ketdik do'stim. Bu yerda yo'q, to'xtang. Bu yerda joy bor, bu yerda qayiq sotib olsanglar bo'ladi. Mana bot yerlar.
Sizlarda birinchi boshlaganinglarda faqat Dinhi Fresh Slope 150 dollarga olsanglar bo'ladi. Boshqa qayerda olmaysizlar. Ya'ni boshqa qayerda ochish uchun PvP ni ko'p qilib, PvPda yutish kerak. Qarang, mana yana bitta bolterlar hech qachon Luxuri bolterlarga bosib qayiq sotmaysiz. Chunki u VIP pulga, robuxga o'gat narsangizda bo'ladi. Ololmaysiz. Bu yerda juda kuchli qayiqlar bo'ladi. Sizlar men ham hatto olmaganman. Sizlarga ma'lumot berdim. Juda qizib ketdi telefonimiz. Marine Rescuiter. Marine sayt. Mana o'zim uyimga keldim, ko'rdinglar. Hozir ashni ham teleport qilaman. Men mana shu qilsam anaqaga teleport qilolgan bo'lardim, ko'rdinglar. Hozir voy shaharga kirib qoldik do'stlar. Sizlardan kattakon uzr so'rayman. Mana hozir botlarga kirib, masalan, sizlar ololadigan bo'pti. Mana slop olamiz 150 dollarga. Mana bu yerda xono chizilgan narsasini o'zingizlar chizib olishinglar kerak. Do'stim ham keldi bir pasda. Do'stim akkaunt haqida ham ko'rsatmabman, uzr. Do'stimning akkaunti. Mana ko'rishinglar mumkin. Oxirgi marta piratda nimagadir bug bo'ldi shekilli. Urishda meniki bilan bir xil Dark Step, Fruit anaqa Pain menkidan kuchli, lekin leveli past desam bo'ladi. Qurol kanon, qilichi Warden Sword, ya'ni prisonga borganinglarda hali qamoqxona degan Chief Warden degan bo'lar, shuni o'ldirsanglar beradi. Metta mana leveli ko'rdinglar. Ketdik mana. Hozir bug bo'lib juda ishlamayapti. Mana hozir Frozen Village'ga borib sizlarga ko'rsataman. Yana bitta ma'lumot berib o'tib ketish uchun ko'rsatishim kerak. Oxirgi ma'lumotimni beraman hozir. Keyingi qismda boshqa ma'lumotlar haqida beraman. Deyarli videomiz 12 minut 12 daqiqa davom etdi. Tushunishinglar mumkin. Do'stlar, mana Frozen Village'ga kelganinglar metdan boshlaysizlar. Kirsanglar mana metta sandiqlar ham bor, kuchli sandiq. Ishda berketsanglar pul beradi. Metta narvonda shuni chiqib olasizlar. Hatto men ham sekkiga bormaganman. Metta quest turadi. Bu questni o'zim tushuntirdim. Metta shu bular boshqa sport ana sota. Metta misk bor. Bu mana Indira uyi deb qo'yibdi. Bu eng anaqanida hali admin uyi. Qarang, salom do'stim. 97 robux xohlaysam deyapti. Ha, rahmat bro deyman. Ha. Men seni aldadim. Men nublarni yaxshi ko'raman. Bu lo'xga aldanib qolmanglar. Admin shu narsa qo'ygan. Prosta hazil uchun. Sizlarga oxirgi narsam metta g'or bo'ladi. Qora kirsanglar, metta ability teacher deyapti. Bu yerda qanaqadir kuchli qobiliyatlar. Mana air jump, u menga mana air jump mana-da. Mana sakrayapman-ku, ashi air jump. Hozir yana bittasi aura. Bu aura mana. Aura. Mana ko'rdinglar? Do'stim aqlli aura. Oxirgisi flash step 150 ming dollarga. Mana flash step. Teleport. Xullas do'stlar, sizlarga omad tilayman. Yangi yilni yaxshi o'tkazib olinglar. Bugungi videoni yaxshi oldim degan umiddaman. Hammaga xayr.